Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Raider 2. Bugungi videomizda mashina o'yinlaridan ko'rib chiqamiz. Men o'ynaydiganda ham hozir ko'rsatib o'taman. Play Marketga kiramiz. Yana bir gap. Bu telefon Samsung telefoni. Play Market mana shunday qilib yangilangan. Avval bunaqa ranglar qo'shilmagan. Poygalarning ustiga bosamiz. Birinchimiz, ikkinchimiz, uchinchi o'rinda turgan Extreme Car Driving Simulator. Buni o'zi yuklaganman, videom chiqarganman, 2ta. Juda qiziqarli. Undan keyin Payback. Bu o'yinda sizlar har xil missiyalarni bajarasizlar. Xohlagan mashinalarga minsalaring bo'ladi. Pulemyotlar, minigun, bomba, ana shunaqalar otib missiyalar bajarasizlar. Yovuzlar yo'q qilasizlar. Tank ham bor. Mana bunda Kamazon bor, pultli mashina. Lekin bu o'yin juda qiyin. O'ynashni bilish kerak. Undan keyin Race Max Pro. Bu o'yinda ulanib o'ynasanglar ham bo'ladi. Xuddi Radmir, GTA, Car Parkingga o'xshaydi. Undan keyin yana bir Car Parking Simulator. O'sha ham zo'r. Hozir mana bu Extreme Car Driving Car Parkingcha bo'lmasa ham, shuni o'rnini sal bo'lsa ham bosa oladi. Yana mana bu o'yin nimaligini bilmadim, yuklab ko'rmaganman. Yana shunaqa gaplar. Bu o'yinni men bilaman, bu yaxshi emas. Yutish qiyin bu o'yinda. Yo, rasmidan zo'r ko'rinishi mumkin, lekin bo'lmaydigan yomon o'yin. Hozir shuni sharhini ko'ramiz. Balki birovlar yaxshi degandir. Qani, Sohiy degan odam zo'r. Sanjar Safarboyev zo'r. 1 yulduz qo'yilgan. Bir xillarga yoqadi, bir xillarga yoqmaydi. Masalan, menga yoqmaydi. Mana yana shunga o'xshash o'yinlar. Hozir qidiruvga kiramiz. Undan keyin sizlarga sariqcha chiqib turibdi, ko'rayotganlar bo'lsanglar. Telefonning ekranini qanday videoga olsa bo'ladi, o'shani ham ko'pchilik bilmasa kerak. Kattalashtiramizda. X-recorder deymiz. Lekin Lite deb ham yozishimiz kerak. Light. Qani qidirish. X-recorder birinchi dakini yuklamaysizlar, ikkinchi dakini ham. Mana bu screen recorder. O'rnatilgan deb pichkacha bo'lib turibdi. Light degan yozuvchasi bor, pastida. Shunaqasini yuklay, boshqalar tushunarsiz. Bunda mana bunday bo'ladi. Telefonga yangilanish ham kiradi. Mana 3ta men X-recorder yuklagandan keyin mana shu 3ta nuqtachada so'roqcha chiqib qoldi. Bosgandim, yangi tugmalar dedi. Masalan, klik o'tkazmalar, klik to'lovlar, ChatGPT, klik pass, screenshot, tegib tinglash, tezkor ulashuv. Buni X-recorder. Usini bitta bosasizlar, ishlamaydi. Yana bitta bosasizlar, undan keyin shunday telefonga shunday turadi-da. Boshlashni bosasizlar, boshlashinglar 3 2 1 degandan birdan video olinadi. Undan keyin yana bir o'yin. Hamma bilsa kerak. Minimilta nima keragi? Minecraftda Craft ham yuklaylar. Agar 149 megabayt bo'lgan bilan bu ko'p pulli telefonlar xotirasini eskirtirib tashlashi ham mumkin. Men bu Minecraft ham qiziqarli, bu pulli. Faqat
Bunda bor narsalar boshqa Minecraftda yo'q. Mana yana nimani ko'rsatmoqchi edim a? Ha? Hozir. Otishma o'yinlar 2023 emas. Hozir. Esimga kelmayapti deb tuzur o'yin bor edi. Polyfile. Men bu o'yin mana Polyfile. Ana shu o'yinim juda qiziqarli. Bunda yashillarga qizillar o'ynaydi, bazuka ham bor, bombalar bor, bayroqlar egallaysizlar, A, B, C, D, pulemyot, kartalari ham bor, snayper. Uni yuklaganman, faqat telefon xotirasini egallab olgandan keyin o'chirib tashlaganman. Undan keyin yana bir o'yin Free Fire yuklaganman. Night shunaqa edi nomi. Free Fire'ga shunday kirganimdan birdaniga ishlamadi. Keyin bilsam akkauntimni kimdir olgan ekan. Undan keyin DLS'ni hamma o'ynasa kerak, bilsa kerak. Sizlar bilan man bo'ldim. Yana Red 2 yangi o'yin qo'shilibdi bunimi? Hali bunday. Biri 6 GB ekan. Zombi o'yinlarmi? Qanaqadir o'yin. Ha, mayli. Do'stlar, sizlar bilan Red 2 bo'ldi. Yana shunaqa videolar chiqishi uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.